Xalqim, mana qaranglar, hozir men tayyorlaganim mana bu elektrolit bilan selitra. Bu recyclable. To'g'rimi? Mana ichida ish bo'ladi. Bu azotning kislota bo'ldi qoldi. Ko'rdingizmi? Ertaga filtrni o'tkazaman, xudo xolasa, o'zlaringiz ko'rasizlar. Keyin yana bir narsa demoqchi edim. Mana saloniy kislota. Ko'ryapsizlarmi? Mayor qo'yib, mana biroz saqlaganman. Buni ham azotni qo'yib beraman. Mana saloniy kislota. Ko'ryapsizmi? Damashniy bo'ladi. Damashniy. Yodlarni chiqarmanglar. Kim bo'lishdan qat'iy nazar o'zbek xalqim elektrolit selitra oling, men taxlaganishimni qiling. 50 gram selitra. Tushunasizmi xalqim? 250 gram nima edi? Elektrolit. Mana saloniy kislota bo'ladi, qoladi. Shularni taxlab qo'yinglar. Men keyin azotni chiqarib, bunisini ham azotni chiqaraman. Mana saloniy kislota. Ko'rdinglarmi xalqim? Oddiy mana varanka. Ko'ryapsizlarmi? Varanka ham kurska. Litrovka bular. Mana nomeri bor. Bu tomonda ham bor. Men ko'rsatishim mumkin. Nomeri bor. Ko'rdinglarmi? Xalqim. Tillarni qanday bo'ladi, platani qanday erishishini men sizga xalqim ko'rsatib boraman, xudo xolasa. Sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman. Kendilimni menga qancha o'rgansanglar, menga shuncha yaxshi. O'zbekistonga yuraveradi, Rossiyani nima qilasizlar? Mana shunday ishlar qilsanglar ham bor-ku. Tillar bilan shug'ullansak, kumush bilan sizlarga yetib ortib ham qoladi. Rossiya nima qilasizlar? Xalqim, noto'g'ri gapirgan bo'lsam, aytinglar kommentariyga. Yo, noto'g'ri gapirdingiz. Bunaqa hoji bo'lsangiz, bo'ldi, men qayta gapirmayman u ishni. Men keyingidan aytaman, Rossiya bo'lgan odamlar pastava qilib yuboryapti. Pastava degan nima degan bilasizlarmi? Nima deydi? Qaysigadagi giyohvandali moddalarni tiqib yuboryapti o'rslar, oqquloqlar. O'zbeklar rosa qiynayapti. U nima kerak u? Mana halol ishlasanglar bo'ladi. To'g'atdan, platadan, telefondan olsanglar, mana shunday dori-darmonlarni tayyorlasa o'zlariz qo'lga. O'zbekistonda turibdi. Selitra, elektrolit, azotning kislota deydi. Saloniy kislota deydi, mana shunday bo'ladi. Mana ko'rib oling. Xudo xolasa buni azotni qo'yib beraman. Mana azotning kislota tayyor bo'ldi. Ertaga filtrdan o'tkazamiz. Birgalikda o'tkazamiz. Men bugun qo'limni urmayman, xudo xolasa. Mana qanday turib ko'rib olinglar. Qanday turganimda ertaga xuddi o'shanday qilib ko'rsatib beraman. Sog' bo'linglar, omon bo'ling.